أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugün kelgan dersimiz bo'lsa Abul Husayn al-Quduri rahimahulloh yozgan Muxtasar al-Quduri nomli bu kitobniki Kitabu ar-Rahn. Rahn degan Görüp koyuş diyen kitap attık. Bugün 3. ders hem de. Bugün 3. ders. Hazır başlayan meselemiz olsa birinci mesele hifzur rahni ve nemauhu. Görüğünü saklaş. Yani murtehin görüğünü üzgünüm saklamdı ya başka kişilerden saklasın bulamdı. Bir. İkinci, eğer rahin görüğünü koyup bu görüğü eğer hayvan olsa tuğup avup kalsa yani meyvelik derek olsa meyvelep küpüp kalsa bu küpüp kalan kısmı kandak bulundu? Kimden bulundu? Murtehinden bulamdı, rahinden bulamdı. Onu eğer de alakılak tutup kalsa bunun muamelesi kandak diyen meselede. Cevap. Ve ucratul beyti ellezî yuhfazu fîhir rahnu alel murtehini. Hoş. Hem de görüğünü saklaydıgan, görüğü saklanıdığan öyünün kirası alel murtehin. Görüğü alğıçının geldiğini buludu. O görüğü alğıçındaki mesuliyeti. Ve ucratul ra'i hem de padişçinin kirası. Yani eğer görüğü mal hayvan yaylakta yaylaydıgan mal hayvanat lapkap kalsa bunun kirası. Ve nefakatul rahni alel rahini ve görüğüneki nefiksi, yani çıkımı. Mesela görü kul olarak az tamak yiydi. İlgili aşkı tamak getirdi. Çıkım getirdi hem de kandan nasip olsa. Yani çıkım getirdiğin nasip olsa. Bununki görüğüneki padişahınki fulu bilen ketken çıkım kimnin geldiğini buldu? Ala rahin. Görü koyucunun geldiğini buldu. Ve nemauhu lirrahini. Hem hoş. Ve nemauhu görünükki ziyade bulab küpeygen kısmı. Eğer görü bir koy bolsa, kuzulab 2 boğan bolsa, kalı bolsa 2 boğan bolsa, 3 4 5 boğan bolsa, başka mesela meyvelik derek bolsa, bu meyve bilip meyveler çıkıp küpeygen bolsa mesela. Şundak. Ve nemauhu diyen bununki küpeygen kısmı lirrahin. Görü koyucunun buludu. Lakin feyekunu rahnen ma'al asli. Mesela bir kalıdın birini görüp okuyan bolsa bir de birden qarz edip şu kalı kuskudu bakarken kim bir muzaylap tuğuptu. Tuqqandan keyin qanday qildi desa balasi anasidan birga görüp olab turdi. Yani feyekunu rahnen ma'al asl. Asli bilan birga görüp olab turdi. Keyin pulni qarz qaytargan chaqda ikkisini birga qaytarib berdi. Shunday. Endi fe in halaka bi g'ayri shay. Amma endi eğer nema yani kin payda olan ziyade kısmı halak bulup kesse, mesela muzay desek muzay bulup kaptı. Halaka bi gayri şeyin. Yani hiç simisiz halak bulup diyen gap. Yani rahinin geldiğinden hiç kadar karısı saklı olmaydı. Bulup kaldı halas. Asmanı gelen afet. Ve in halakel aslı emdi eğer aslı halak olsa yani kalanın muzayın anısı kala. Koyulan görünün üzü halak bolsa çoğu. Ve bakiyen nema ve kin av küpeygen kısmı kap kalsa mesela muzay balısı kaptı. Anı söylep kalkan bolsa bunda bu ağada kadar kılmaz dese iftekkehur rahinu bi hissatihi. İftekkehur rahin. İftekke diyen gap yani görüğünü kaytırıp aldı diyen gap. Bedem rahin bedemge karızılıp görüğünü koyup mümküneden karızını tülep görüğü koyan arasını ele vağanın indeydi o iftekker rahin yani koygan görücünün kolundan tartip aldı diyen oldu. Acil aldı. Fekkehu diyen gibi. Yani fekkel kayıttan çıkan fekkel akıl. Yani çiğikini yeşti diyenden. Yani görüğünü görülükmeden çiğikiden tartip ağanını iftekkadaydı. Kanda alıdı dese bi hissatihi. İftekkehu rahinu bi hissatihi. Yüzündeki şu mesela muzayiniki karızıga muzayinin hissini verip karızıga muzayini aldı. Hem de bunu bizge üzü Quduri tefsiri şerh qilib o'tdimadi. Qanday qilib iftika qanday bo'ladi? Iftika qanday bo'ladi desa va yuqassamu deb o'tdimadi. Ma tefsir ama tefsir deymiz bana.
Ve yuqassamu deynu ala kıymetir rahın. Qarız aşı görünün kıymetiga çeçilidi. Pilsengi çeçilidi. Mesela 3 pilse mesela benim qarız 3 hessiga bilinadi. Ve ala kıymetir rahni yevmel qabd. Qarız aşı nima görünü alğan kündeki görünün kıymetiga çeçilidi ve kıymetin nima yevmel fekak degan aşu nimaning avg'an shaklining avg'an qismidagi ko'paygan qismining yevmel fekak aşu görünükten ajratadigan kunidagi qiymati bo'yicha chechiladi. Nimada emas, tug'ilgan kuni emas, tug'ilgan kunga emas, balki o'sha nimada görünükten ajratadigan chog'dagi vaqtdagi qiymati hisoblanadi. Fama asabal asla, ya'ni asliga yetkani, fama asabal asla. Asliga tegishli bo'lgani saqata min ad-dayn, qarzni saqit bo'lgan bo'ladi. Va ma asaban nimaa yoki namaa degan avg'an keyin avg'an qismiga tegishli bo'lgani uchun desa iftakahu rahinu bihi. Go'rga qo'yg'uchi oshuning qiymatini go'rga og'chi bilib uni tatib oladi. Endi sizga ham ish bilan oddiylashtirib. Masalan, bir odamdan 1000 riyal qarz olibdi. 1000 riyal qarz olibdi. 1000 riyal qarz olib bu odamga 1000 riyal qiymatidagi kala, baqara. Kaladan birini nima qilibdi? Go'rga qo'yibdi. Go'rga qo'yib, shundan bilan bu kala muzaylabdi. 1 yil o'tdi deylar narxda. Yoki chiqib bu kala muzaylab, bu kalaning bir balasi bo'libdi. Bir balasi bo'libdi. Shundan bilan ballag'andan keyin endi bu odam ballag'andan keyin bu kala ulab qoldi, kala. Kala kasallik nima bo'ldi? Ulab qoldimi? Kala ulab qoldi. Kala ulab qolgandan keyin bu yerda balasi qoldi. Endi bu qanday ajab endi buni. Oldingi birinchi dars qarasanglar, nima degan? Agar murtahinning qo'lida rahin halok bo'lsa, eng tuvan qiymati bo'yicha, eng tuvan arzon qiymati bo'yicha nimadaki qarzdan saqit bo'ladi degan. Murtahinning qo'lida agar go'ri halok bo'lib qolsa, eng tuvan qiymat bo'yicha hisoblanib nima qiladi? Rahinning gardini qarz saqit qildi degan ama. Endi bu yerda bazı rahinning qo'lida, murtahinning qo'lida kala ve muzay. Kala ulab qoldi, muzay ham qoldi. Endi qanday qiladi? Agar muzay bo'lmagan bo'lsa, nima bo'ladi? Murtahinniki qarzi tugadi xolos. Rahinning gardini qarz xolos saqit qilgan bo'ldi. Lekin bu yerda muzay bor. Endi muzay bor desana, chunki nimaga kimga ziyon bo'ladi hisobda agar kala ulab qolgan chog'da rahinning gardiniga qarz saqit bo'lsa kimga ziyon bo'ladi? Murtahinga ziyon bo'ladi ama. Endi hozir shu ziyon bo'lgan uchun muzay bormi bu yerda? Muzayni adam rahin kelib, "Ma muzay meniki" de agar muzay bo'lmagan bo'lsa, mening gardinimdan qarz saqit bo'lgan bo'ladi. Muzayimni bing deyolmaydi. Nima ish qiladi? Chunki u odam muzayni kaladan olgani yo'qda, aslida ziyon tortgan u. Ma'nodimi? Uni ziyon tasib bo'lmaydi. Qanday qilamiz? Biz qarzni 3 assiga bo'lamiz. Qarzni 3 assiga bo'lamiz. Masalan, hozir kalaning puli qancha pulda? 1000 riyallik kala edi. Am muzayning puli qancha pul? Hozir kundagi shu holatdagi qiymati qancha pul? 500 riyal. 500 riyal bo'lsa, hozir biz 1500 ga 1500 riyal bo'ldi. Biz qarz 1000 riyal edi aslida qarz. Lekin uni 1500 qilmaymiz. Qarzni 1500 ko'tarmaymiz, lekin qarzni 3 assiga bo'lamiz. Qarz 3 bilak. 3 bilakka bo'landi. Sulusay 3dan 2 qismi kalularning bo'ldi, ulab qolgan kalular man gardindan saqit bo'ldi. Qolgani qancha qoldi? Sulus qoldi. 3dan 1 qoldi. 500 emas, 3dan 1 qismi qoldi. 3dan 1 qismi qolgandan keyin nima qilamiz endi? Qarzning 3dan 1 qismi qancha riyal hozir? 1500 riyal chiqsa 500 riyal oldu. Ya'ni muzayning puli qancha bo'ldi? 500 kalning puli 1000. 3 ga bo'ldik. Bu qiymati bo'yicha 500 riyal. Asli qoida bo'yicha nima puli olsa, qancha pul asli bo'ladi? Aniq shu qarzni hisob qilsak, qarzning bo'yicha bo'lgan 333 riyal bas bo'ladi. Agar biz qarzning pulini 1000 riyal deb hisob qilsak, 333 riyal basa, shuning bilan nimani muzayni ele oladi. Ammo muzayning qiymatini hisob qilsangiz yaxshi deganda, uniga 500 riyal bo'ladi. Muzayni 500 riyal bo'lib, alda bu yerda hozir nima deyapti? İftekahu rahinu bihi deb degan endi biddayni. Demak, qarz rahin shu qarzniki 3dan 1 ulushini masalan, 3dan 1 ulushini berib muzayni oldi desak, ya'ni demak qancha pul berganmiz?
333 riyal bersak bo'ladi degan. 3 ga bilab muzayga 333 riyal berib muzayni elib oladi degan gap. Yani masalaning ichga lekin o'ylasam bo'ladi. Endi ikkinchi masala bo'lsa az-ziyadatu fil rahni va dayn. Endi rahanga bir narsani qo'shib masalan bir odamdan qarz olib uningga bir dona kitobni go'lab qo'yibdi masalan, bir kitobni go'lab qo'yibdi. Uning kenidan atsi maktab askan yeni birini go'lab qo'yibdi desa, yeni bir kitobni bilan qo'shib berib darslaramdi, durust bo'ladi. Va dayn endi qarz bir odamdan qarz olib 100 ko'y qarz, 100 lira qarz olibdi, uningga bir kitobni nima qo'yibdi, go'lab qo'yibdi. Uning kenidan atsi kelib Maskimish kitobni ko'rib qolgan yeni 100 riyal beraman deb qarz olsa, bulamdi bo'lmamdi degan masala. Va tajuzu ziyadatu fil rahni. Endi go'roda ziyoda qilish joiz bo'ladi men degandek. Ya'ni bir odamdan 100 riyal qarz olibdi, 100 riyal qarz olib, uning kenidan uning bir kitob go'lab qo'yibdi. Uning kenidan aytsa qilib odam yoki murtahin yoki rahin ikisi ma kitapsa azla kaptu yeni bir kitap koyam dese kitap koysa caiz bulunur. Ve la tecuzu fid deyni inde Ebi Hanifete ve Muhammedin rahimahullah. Ama karizde ziyade kılıç caiz bulmaydı. Ebi Hanife İmam Muhammed rahimahullah karşıda karizde ziyade kılıç caiz bulmaydı. Yani bir adamın 100 liraya karız yaptı, bir kitap göl okuyaptı. Onun ayetsi Lokus kalkıp, bakın bir kitabını görüp kapıya memnunlar. Yeni 100 riyal bunun tadın karşı 200 riyal karşı olsun dep resim acayip olmayın. Bunun yeni bir kitap yemez koş gerek. Demek ki oğlum muşunu peş kılıp, muşu bir görüğünü peş kılıp bununla çıkıyorum karzeli çok oku yok demektir. Anladın? Hem de ne mi bezmeyle, yüz razı olup karz bezmeyle görüğü şertte meselesi. Lakin muşu bir görüğüne de şeriatte hukuk yok. Anladın? Yeni bir kadın karzeli çok hukuk yok. Ve la yasirur rahnu rahnen bihima. Emdi görü iki karizlik görü olmaydı. Bunda demek ki o ne? Mecbur yapalım. Bu görü. Kitap görü oldu mu? Bu görü iki karizden yani 5 tağın 100 liranın 2 tağın 100 liranın kariz olmaydı. Belki 5 tağın kariz olurdu. Yani 5 100 liranı tapşırıp olsa kitapta tapşırıp alalaydı ilgisi. Anladın? Kim diye 200 liranı tolu tapşırırsanız ama bilmem bulması ben denmeydi. Bunu boşalamaz. Ve kâle Ebu Yusuf rahimahullah dedi ki tecuzu ziyadatu fid deyni ayda. Yani deyn de hem, karız da hem ziyade kılış hem caiz bulundu. Yani bir adam 100 riyal verip 100 riyal karız edip bir kitabını görüyor koygan olsa ertesi verip yeni 100 riyal edip muş kitap kalıyor. Muşu görüyorken yeni 100 riyal edip 200 riyalga muşu bir tane görüyorunu hesap kılsa buludu o deydi İmam Ebu Yusuf rahimahullah. Yani uçakta buludu diyen çağda hüküm başka. Bu adam 100 koyunu verse kaydırsa makitini alamaydı. 100 koyunu kaydırsa 100 koyunu karzı verse rehenini alamaydı. Ta ki 200 koyunu karzı vermek alamaydı uçak. Yani rehenini 200 riyal karzını tulup tapşırıp boğandıkken alamaydı. Omuz alamaydı. Ama İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed'den İmam Ebu Hanife rahimahullah dedi yakında şu. Yani çıkıdı. Göre fakat şu destek 100 koyunu çıkıyordu. Kim 100 koyunu o görünsüz vergen bulundu. Şunu olan eğer destek 100 koyunu 100 liranı kaytırsa görünsüz kaytırıp alamaydı dedi. Hem de hoş. Hem de rahnun müşterek. Hem de yeni mesele. Yani ortak görü. Ortak görü kanday görü. Mesela bir adam bir nesini mademde 100 koy 200 koy alıp ikisiga ortak mesela maalesef görü koydum da görü koysa bulamdı bulmamdı diyor mesela. Ve izâ rahane aynen vahide. Bir adam aynen vahideten degan gap muayyan bir malni. Aynen degan gap ayn degan muayyana ko'zdan ko'rib turgan nima emas, mushah emas. O'rtaq emas. Yani muayyan bo'lgan ma'nosi deydi turgan. Ma'nosi degan muayyan bir narsa. Muayyan bir malni, muayyan bir narsani ko'rib qo'ygan bo'lsa, inda rajulayni ikki odamdan qishida bidaynin likulli wahidin minhuma degan har ikkisining olgan qarzining badaliga. Ma'noni 100 lira yaptı, ma'noni 100 lira yaptı, ikkisiga maktabda nima o rehin deb qo'yibdi. Caiz. Buni hukmi nima? Caiz bo'ladi. Ve cemi'uha rahnun inde kulli wahidin minhuma. Endi mushu muayyan bo'lgan mal aynuha cemi'uha ha aynan wahidatan yanida. Ashu muayyan bo'lgan malning hammasi rahnun inde kulli wahidin minhuma marhunun. Yani ashu ikki kişilikdan her birinin qishida nima go'lo hisoblanadi. Ma'numi go'losi.
Nima degan gap bu? Sana yine vel madmunu ala kulli wahidin minhuma hissatu deynihi minha. Yani agar endi in halaka degan gap. Agar bu aşmış görü ama kitap kap dedim görü ama şu ikisini kan yavanı qildi yomon qildi halak bo'lib qolib qolsa halak bo'lib qolib qolsa qanday qiladi desa vel madmunu ala kulli wahidin minhuma hissatu deynihi minha. Yani bu kim to'laydi bunu desa her biri aşı iş kişilikten her biri o'zining qarzining hissini aşı malning o'rnida to'laydi. Masalan, agar mal ish kishilik malında 50 riyal o'tnapti, malında 100 riyal o'tnapti. Ma kitap mana ish kishi ko'rib o'qigan bo'lsa, kitap kuyib ketibdi, yo'qolib ketibdi bo'lsa, ma ikkisini ochib ketgan bo'lsa, maning 50 riyali, maning 100 riyali yadinib saqladi degan. Tushundingmi? Endi shunday gap. Ya'ni o'xshash degan gap emas. Ya'ni hammasi maning 50 riyalligi yadinib saqladi, maning 100 riyalligi. Agar kitobning qiymatini bo'lsa, shu 150 riyal qiymati bo'lsa, agar maktabning qiymati ziyoda bo'lsa, masalan 200 riyal bo'lsa, u chaqda shu persang chachimiz. Ma 50 riyalligi yadini saqtırıldı, qağını qaytırıldı. Ma 100 riyalligini bo'ldi, qağını qaytırıldı. Shunday. Agar tuvamlak qilib qolsa-mu, ma'ning 50 riyallik saqtilab uni ash qağını berdi, ma'ning 100 riyallik qilib ish qağını berdi. Shunday persellashtirgan gapim. فإن قضى أحدهما أحدهما غلط. فإن قضى أحدهما دينه كانت كلها رهنا في يد الآخر حتى يستوفي دين. أما أجر aşı kişilikning biriga ma qarz algıcı rahin qarzini adak bir bo'lgan bo'lsa, masalan, kanat kulluha rahnan fi yadil akhar. Av ma görünün hammasi yana birinin qo'lda rahin bo'lib turdi, görülüp turdi. Hatta yastawfi deynahu. Qarzni kamil bo'lmoqchi. Shu bir qoida bor-ku, görünü taki to'liq pulni qarzni qaytarmoqchi ololmaydi. Görünü ma kitobni hatta ikkidan bergan bo'lsa-mu, ma'ni buzib bo'lib, ma'ni ololmaydi. Ma'ni buzib bo'lganiga ishi tugaydi, ma'ni qoladi. Ma'ni deb bo'lganiga olalaydi. Qoida. Tabii ma mesela er-rahnu bis-semen. Er-rahnu bis-semen diye binasının beda binası to'lib, binasını beda men ma kitobni men oldim. Ab kitobni bergan uchun pul yo'q. Uni keyin ma telefonumni o'rniga ko'rib pulning o'rniga, pulning o'rniga ma kitobni o'rniga emas, telefonumni mening bermoqchi bo'lgan pulning o'rniga ko'rib qo'ysam bo'lamdi, bo'lmamdi degan masala. Ve men ba'a abdan ala ayyarhanahu. Kimki bir qulni ala ayyarhanahu al-mushtari bis-semen. Mushtari bo'lgan semenning o'rniga bir narsani muayyan shay'an bi aynihi degan muayyan bir narsani go'ro'ga quyish sharti bilan qulni meni sotib olibdi. Anladin? Bir adam qulni sotib olibdi, bir adam bir qulni sotib olibdi. Mushtari sotib olgan kim? Mushtari. Bu mushtari nimaga bayiqa shu qulning pulusining o'rniga, yo'q pulusi yo'q ekan. Pulning o'rniga muayyan bir telefon degandek narsa masalan, mana sizga nimaga bilaman yoki yo'njoqda bo'lmasa, men bu yerda bir mashinam bor, mashinamni sizga go'ro'ga qo'yman deb shartlashib apti bu narsani. Fa in imtana'a al-mushtari min taslim ar-rahn. Shartlash bo'lib, agar mushtari uyga berib qolgan mushtari xiyol qilib, "Hay, nima uchun go'ro'ga qo'yaman, go'ro'ga qo'ymaya, bermaya" uni deb qildi, o'ylab, yenib olib, fa in imtana'a al-mushtari, ya'ni sotuvchi min taslim ar-rahn, go'ro'ni sotquchiga topshirishdan boshlatsa, imtana'a degan gap boshlatsa, lam yujbar alayhi degan gap nima? Mushtari shu shartlashgan go'ro'ni sotquchiga bayiq bilishga majbur qilinmaydi. Chunki go'ro degan qarz olsa, undan uni qo'yishga majbur qilingan narsa. Qarz olgan bo'lsa, naqd pul qarz olgan bo'lsa, shuni o'rniga binasi qo'ymoqchi bo'lgan bo'lsa, shu chaqda majburlanadi, qozi majburlaydi shayt. Ammo binasi sodlashgan bo'lsa, chunki sodlash deganda nisi bo'lishi normal gap. Sodada nisilik nima? Qalal muayyan bo'lsa normal gap. Uni majburlanmaydi. Qanday qiladi desa, va kana al-ba'i'u bil khiyar. Sotquchi ixtiyor bilan bo'ladi. İnsha'a radiya bi tarki rahn. Agar xolisa bi tarki rahn, ya'ni mushtaridan go'ro idishni go'ro olmaslikqa rozi bo'ladi. Agar xolisa mushtaridan go'ro olmaslikqa rozi bo'ladi. Va insha'a fasakha al-bay'. Agar xolisa sodini inovat amaldan qoldirdi. Sodini buzib, inovatsiz qiladi. İlla amdi mushu illa madiki illa nadin istisna ve kana al-ba'i'u bil khiyar istisna degan. Ya'ni illa degan gap agar tuvandiklar bilan qolsa, bayi xiyar bilan bo'lmaydi demekçi. Anladın? Agar tuvandiklar holat bo'lgan vaqtida
satqıçının ixtiyarı olmaydı. O halat boz qaysi halat? İlla en yedfa'al müşteri es-semene halen. Eğer müşteri pulni naq maydonda to'lab olsa, uni go'ro qo'yib tupoqchi mayli, pulni halen deb naqdan gap, naqdan. Naq bir o'tayla bir o'tgan bo'lsa, bu chaqda uniki sodni buzib o'tish huquqi yo'q. Ev yedfa'a qiymetar rahni rahnan makanahu. Yani şu go'roning qimmatini o'rniga, go'ro men telefonini bilmaydigan bo'lsa o'ylab qo'y. Telefonini bir po'g'chi telefonning qiymatini pulni qo'yib deb malning o'zidan pulni bermay, agarda malning o'zi puli ko'p bo'lib qolsa masalan, telefonning puli ozroq bo'lib qolsa masalan 2000 ko'ylab mal, 10 ming ko'ylab mal olgan bilan. Telefon 2000 ko'ylab telefon. Ana 2000 ko'ylab telefonning bagajini qiymay ishlaydigan narsani buzib o'tami deb 2000 ko'ylab nima 2000 ko'y telefonning 10 dirham deb bergan bo'lsa, bu chaqda nima satqıcı yani ki bu so'zni buzib o'tish nimasi u ixtiyorligi bo'lmaydi. Xo'sh. Xo'sh, endi bu hifzul rahn go'roni saqlash masalasi. Murtahin go'ro og'uchi go'roni o'zigina ham saqlash kerakmi yoki boshqa ayollar saqlasin bo'lamdi? Agar o'zida uyida saqlasa qanday hukmi qanday? Boshqa uydan boshqa yerda saqlasa hukmi qanday degan masala. Velil murtehini en yahfadar rahne bi nefsi. Murtehinning go'roni o'zi saqlash huquqi bor. O'zi saqlash huquqi bor va zavjatihi degan xotni orqali saqlash huquqi bor va valadihi degan o'ziniki bolasi orqali. Bolasi degan balog'atga yetgan bir narsa saqlaydi. Cho'ng bola, kichik bola emas. Kichik bola qo'ysa bu eng yuqori qiymatda bo'lish to'laydi. Kichik bola bo'lib qolib, yeb ketib qolsa, eng yuqori qiymatda bo'lish to'laydi. Tuvan qiymatda bo'lish to'lamaydi. To'lamdi. Agar halaklar qilib qolsa. Yani böyle değil yani üzdeki çoğun balası, uyunun içindeki, üzerinin ailesideki çoğun balısıga bilip saklaş hukuku var. Ve hadimi illezi fi iyalihi, üzerinin ailesideki hizmetkarıga bilip saklaş hukuku hem var. Hem hoş. Bunda saklaş hukuku var. Ve in hafizahu bi gayri men fi iyalihi. Eğer murtehin görüne üzerinin ailesideki kişilerin, üzerinin ailesinde bulmayan kişilerden saklasa. Mesela çoğun balısı gibi dedik ki bilek yedi yuva, çoğun balısı gibi. Üzerine uyudun çıkarıp bilek yedi adam gibi, taş kırdık gibi adam gibi. Böyle bu ev da'ahu ya ki başka bir yedi adam gibi amanet kaptı taladı bir adam gibi. Amanet kaptı olsa damine. Yani bunu tüleydi. Ne bir tüleydi o? Eğer halakla kalsa. Eğer şu göre halakla kalacak da damine tüleydi. Kanda tüleydi o? Yani yukarı kıymeti bilen tüleydi. Ve idâ teaddel murtehinu fil rehni. Eğer murtehin yani go'roga og'uchi go'roga tajovuz qilsa degan gap. Yani eğer uloq olgan bo'lsa, uloqni minib ishlatgan bo'lsa, qul olgan bo'lsa, qulni shiqsilib uni foydalangan bo'lsa, ishqil ishlatib uni nima qilgan bo'lsa, o'z oldi omonat qilib qo'ymay, uni ishlatayotgan bo'lsa, sarf qilgan bo'lsa, ishlatgan bo'lsa, daminahu damanal g'asbi. Bu chaqda bulangchining to'laydigan to'limini to'lagandek to'lam to'laydi. Bi jami'i qiymatihi, yani hamma qiymati bo'yicha, eng yuqori qiymati bo'yicha. Bozorda uning qiymati agarda go'roning qiymati masalan, qimmat sotilsa qancha 120 riyal. Aziz sotilgan 90 riyal bo'lsa, buningki to'lamni to'lash kelganda qancha 120 riyal qiymati bo'yicha to'lam to'laydi. Agar uni ta'did topilmay, murtahindan ta'did topilmay, o'zi chiqilib, yondan yoki ishlatmay, yoki ayda saqlab turib, o'zini uyida saqlab turib, o'zining oilasini saqlab turib haloklar qilib qolsa, bu chaqda anda to'lamaydi. Ailesi tutup halaklar tutup kalsa, kanda tülaydı o. Yani en tüven kıymeti bu iş tülaydı. Eskiden bazarda bana 90 riyal, 120 kıymeti var olsa, eskiden ki biz kazı tapılmaz 90 riyal. En tüven kıymeti hesaplanmaz. Hem de nemege ziyan olmasın da kimge murtehin ziyan tüveli düşün. Ama bunu işitip koygan bolsa, ya ki başka bir taladı bir etken bolsa, bu çağda ne kılamaz? Bu çağda en yukarı kıymeti bu içe. O da bulançı bir kimden nasıl bulagan bolsa, bulançı qanday to'lam to'laydi? Agar xarajat bo'lgan bo'lsa, eng yuqori qiymati bo'lish to'laydi, xuddi shuningdek. Bismillahirrohmanirrohim. Rahn kitobidagi eng oxirgi masala i'aratul rahn. Rahnni oriyatga bilish masalasi. Rahnni murtahin agar go'yo odamga oriyatga bilib tursa bo'lamdi deb. Va oriyatga bilib tursa ikki ish tasam desa, oriyatga bilib tursa bo'lamdi, bo'lmamdi degan masala. Va iza a'ara al-murtahinu rahna lir-rahini qachonki murtahin go'roga og'uchi go'roni go'roga qo'yg'uchiga oliyatga bersa, faqabadahu andikin rahin bu go'roni quliga olsa, xaraja min damanil murtahin. Murtahinningki kafolatidan chiqib ketadi.
Yani eğer halak bulakta kalkan çağda murtehin tunumaydı. Murtehin tasarruf pulsu kaç pul bulgan boz karşı 3 pul alır. Fe in halaka fi yedir rahini halaka bi gayri şey. Eğer navada rahin diyen şu görögü koyguçunun kulda halak bulakta kalsa nima rahin halaka bi gayri şey. Hiç kimisiz halak buldu diyen gap. Yani murtehin kaç pul karşı bulgan boz 3 pul tuluk tutup alır. Velil murtehini en yestelci'ahu ila yediyem. Murtehinden aş görönü yine üzünün kulu kaytırıp ekiliş hukuku var. Ayet gibi 2 günlük de ayet kalsa 2 günlük ekranımda öğrendi istifam bozsanız da kulu kaytırıp ekiliş hukuku var. Fe izâ akhadahu âdet zaman. Kaçan ki murtehin görönü kulu alsa kapalet esir kaytıp gidiyor. Yani kapalet kim gidiyor? Neminin geldiği murtehinin geldiği gidiyor. Ve izâ mâter rahin hoş. Eğer rahin yani görüğü koyguç ilap kalsa bâ'e vasiyyuhu er-rahn. Yani rahinin görüğü koyguçundaki vesileri diyen yani mirasxo'rları, varisleri görüğünü satıdı ve kadad değil ve karizini ada kılıdı. Fe illem yekun lehu vasiyyen. Eğer nemenin rahinniki vesisi bulmasa, mirasxo'ru varisi bulmasa nesabel kadi bu rahin için vasiyyin birine tiklep birdi ve emerahu bi bey'ihi. Bunun rahinni bu vasiga rahinni setishga buyuruydu, setib qarzini ado qilishga buyuruydu. Deb mana bugungi bu darsimiz bilan bizniki Kitab-ı Rahin degan kitap kamil tugadi ve ahiru davana alhamdulillahi rabbil alamin ve sallallahu teala ve sellem ala xayri halqi sayyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi